Haftadagi eng muhim yangiliklar tafsiloti bilan mikrofon oldida Muazzam Ibrohimova. Assalomu alaykum. Qo'shni Afg'onistonda kuchli sel toshqinlari yuz bermoqda. Hafta davomidagi toshqin oqibatida kamida 24 kishi halok bo'ldi. Eng ko'p qurbonlar Bag'lon viloyatiga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatda qariyb 3 kundan buyon kuchli yomg'irlar kuzatilmoqda. May oyi boshidan buyon respublikamizning turli hududlarida ham yog'ingarchiliklar ortidan sel toshqinlari yuz bermoqda. O'tayotgan hafta sel toshqinlari va shiddatli shamollarning avj haftasi bo'ldi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', G'uzor, Dehqonobod tumanlari, Navoiy viloyatining Xatirchi tumani, Samarqand shahri va Urgut tumani, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq tumanlari hamda Angren va Olmaliq shaharlari, Qamchiq dovoni, Farg'onaning Langar qishlog'i, Namangan viloyatining Pop, Chortoq, Yangiqo'rg'on tumanlarida kuchli jala yog'inlari ortidan sel toshqinlari kuzatildi. Shuningdek, kunora kuchli chaqmoq va momaqaldiroq hodisalari bo'lmoqda. Bugun esa Surxondaryo viloyati Uzun tumani tog'lar bag'ridagi Arganchi qishlog'ini sel oldi. Joriy yilning may oyi so'nggi yillardagi eng namchil, ko'p yog'in yoqqan va salqin ob-havoli oylardan biri sifatida tarixga muhrlanadigan bo'ldi. Navoiy viloyati Xatirchi tumani Oqtepa qishlog'idagi sel eng vayronkor sellardan biri bo'ldi. Mahalliy kuzatuvchilar Xatirchida kuzatilgan sel hodisalarini 1998-yildagi talofatli sellarga qiyoslashmoqda. Tabiiy ofat o'nlab uylarni yaroqsiz holga keltirdi. Buyum va mashinalarni oqizib, yo'llar va adirliklarni yuvib ketdi. Kuchli toshqindan jarohatlangan va qurbon bo'lganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Andijon viloyati tumanlarida ham sel toshqinlari yuz berdi. Ushbu video Andijon tumani Xirabek qishlog'idan olingan. Adirliklar bag'rida joylashgan himoyasiz jonivorlar boshpanasini kuchli sel bosgan. Toshqin oqibatida boshpanaga jiddiy zarar yetgan. Jonivorlarning ayrimlari bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Amerikada it o'z egasining yuzini yeb qo'ydi. Joriy yilning mart oyida 25 yoshli Karma Devis epilepsiya xuruji sabab hushidan ketgan. Shu vaqtda uning Fayzo laqabli iti hujum qilib, yuzining yarmini, yanog'i, lablari, burnining bir qismi va qulog'ini qattiq shikastlagan. Hodisadan keyin it olib ketilib uxlatildi. Qiz esa bir nechta og'ir operatsiyalarni boshdan kechirgan va hozirda maxsus naycha orqali ovqatlanmoqda. O'zbekistondagi xatna to'ylardan birida bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Gap shundaki, Sunnat to'yi Muhtasham 100 yil serialidagi shahzodalarning chikron to'yi uslubida nishonlangan. Tasvirlarda ko'rinishicha, Sunnat to'yi tadbirida Turk serialidagi muhit qayta yaratilgan. To'y qahramonlari taxtiravonda davraga olib kelingan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ba'zilari havas bilan o'z izohlarini yozib qoldirganlar.